Hello everyone. Hammaga salom. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan music haqidagi vokabularlar ko'rib chiqamiz. Music mavzusi juda ham keng tarqalgan, aynan speaking qismida va speaking uchun kerakli vokabularlar berib ketaman. O'zi hamma mavzuga alohida qilib chiqyapman. Shuning uchun tavsiyam YouTube'dagi boshqa topiklarga ham ko'rib chiqing. YouTube'da shu videolarni qo'yib chiqganman. Bu faylni va speaking uchun savollarni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Telegram kanalimni havolasini opisaniyada qoldiraman. U yerda ko'proq savollar bilan ishlaymiz. Bu fayl ham shu yerda, u yerda bor. So, yeah, let's move on. Ketdik, unda ko'ramiz. Hop. Musiqa janrlari, musiqa turlari bizada masalan birinchisi mana pop music bor. Pop music degani o'sha pop musiqa. Bu o'sha energichniy musiqalar yoshlar uchun bo'ladi. Tinch musiqa emasda, o'sha pop. Judayam jo'shqin, jonli bo'ladi pop musiqalar. Klassik musiqa bor. Masalan, bu klassik deganda, bu yerda o'sha tinch musiqalar xayolga keladi. Misol uchun Beethoven, Mozart musiqalari u klassik hisoblanadi. Hip hop bor. Bu aynan yoshlar uchun hip hop, yes, something. Bu yerda endi men tavsiyam mana shu musiqalarning turlarini yozib, qidirib, eshitib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Shunda o'sha farqlashni boshlaysiz. Folk bor. Folk bu xalq og'zaki ijodi, o'sha xalq orasida keng tarqalgan musiqalar, mana shular folk music deyiladi. Jazz music bor, bu aynan mana shu mana bunaqa instrumentda o'sha musiqalar kuylash, bu jazz, aynan bir boshqacha bir emotsionalniy, odam o'zi improvizatsiya qiladigan shu jazz musiqa hisoblanadi. O'zbek music bor bizda, bu o'zbekcha musiqalar. Va bundan tashqari judayam ko'p turlari bor. Shularni research qilib, qidirib, ko'rib chiqishinglarni men tavsiya beraman. Okay guys, davom etamiz. Hop. Ana endi bu yerda o'sha musiqaga gapirayotganda qanday gapirsa bo'ladi? Masalan, aytsangiz bo'ladi, I'm really into something. Bu nafaqat musiqaga, boshqa mavzularga ham aytsa bo'ladi. I'm really into degani juda ham ichiga kirganman shu narsani, qiziqaman shunga degani. I'm really into jazz music. I'm really into playing football desam bo'ladi. Really into ichidaman shuni. Aynan menga juda ham yoqadi shu degan ma'noda ishlatiladi bu fraza. I'm really into jazz music. I'm really into Uzbek music. Keyingi frazamiz I enjoy listening to. Esida qolsin, listen bilan ishlatsangiz nimadirni to qo'shimchasi bo'lishi shart. Listen to podcast, listening to music, to esdan chiqmasin. Hop, I enjoy listening to classical music when I study. Dars qilayotgan paytda o'sha klassik musiqalarni eshitish menga yoqadi, deyapti. Men tavsiyam bitta stop qiling videoni и bitta gap tuzing. Okay? I will wait for some seconds. Okay guys, davom etamiz. My favorite type of music is favorite type of music. Meni yoqtirgan turim, mana musiqa turi bu mamlaqa. My favorite type of music is rap because it is energetic. Menga yoqadigan musiqa turi bu rap, chunki u energiyaga boy deyapmiz-da. It's energetic. As you see, juda ham chiroyli frazalar. Oddiy tuyulishi mumkin, lekin aynan speakingga kelganda ko'pchilik oddiy frazalardan foydalanadi, yana oddiy gap tuzib ketaverishadi. Shuning uchun har xillaridan ko'rish kerakda. Ketdik, davom etamiz. Keyingisi bu yoqda I like many types. I like many types. Bu yerda har xil turlar yoqadi. I like many types of food. Siz har xil turdagi ovqat yoqadi desa ham bo'ladi. I like many types of music, endi music mavzusi bo'lgani uchun, yes. I like many types of music. Yeah. Hop, keyingisi I can't limit myself into one genre. O'zimni bitta janr bilan cheklab qo'ya olmayman. Menga bir nechta turlar yoqadi, deyapman. I cannot limit myself into one genre. Bitta janr bilan o'zimni cheklay olmayman. Misol uchun aytsangiz bo'ladi, I cannot limit myself into one genre. I like classic, I like pop, I like rap. U ham bu ham yoqadi deb gapirsangiz bo'ladi. Uchinchi frazamiz It depends on my mood. On my mood.
Kayfiyatimga bog'liq. Depends on degani bog'liq. Yes. Bu mani kayfiyatimga bog'liq deyapman. It depends on my mood. Yes. Keyingisi. I'm a person who always listens to music. Yana boya aytganimdek twistdan chiqmasin. Men shunaqa odamki, menga musiqa eshitish yoqadi har doim deyapman. Bu ham bir boshqacha eshitiladi-da. I'm a person who always plays football desangiz ham bo'ladi. I'm a person who always listens to classic music. Yeah. Keyingisi I'm keen on. Keen on degani qiziqish, nimadirga katta qiziqish bildirishdi. Masalan, I'm keen on football. I'm keen on playing computer games. Yeah, I'm keen on jazz. I'm keen on playing golf. Yes, keen on something like this. It is tough. Tough to pick one. O'qilishlari bilan yodlashingiz kerak. Okay, praktikada pronunciation bilan ham praktika qilishingiz kerak. Tough degani qiyin degani. Masalan, tough moments desam ham qiyin momentlar. Tough project, tough problems, tough degani qiyin. Tough to pick one but deyapti. Pick degani tanlash. Bittasini tanlash qiyin, lekin I would go for. Like it is tough to pick one, but I would say, okay, it is tough to pick one, but I would prefer deb mana shu uchalasidan foydalansangiz bo'ladi. Дальше buni batdan keyin ishlatib ketsangiz bo'ladi bularni. Hop. Let me do like this. Masalan, mana shu it is tough to pick one, but deb mana bularni qo'ysangiz bo'ladi. Uchalasidan bittasini. U yoki bu. Masalan, qanaqa gap bo'ladi? It is tough to pick one, but I would go for jazz music. It is tough to pick one, but I would say I like jazz, you know. Shunaqa natural qilishga harakat qiling. Bittasini tanlash qiyin, lekin men mana tanlargan bo'lardim deb gapirsangiz bo'ladi. Guys, davom etamiz. Hop. Savol. Why do you like listening to music? Hop. Let me do like this. Mana shunaqa savol bo'lishi ham mumkin yoki umuman gapirayotgan paytda menga mana shunaqa musiqa yoqadi. Sababi-chi? Sababi why deb savol berishi mumkin-da. O'sha paytda siz javob bersangiz bo'ladi. Like birinchisi mana I love listening to music. Ikkinchi ishingiz mana bu frazalardan foydalanish. Bundan keyin bulardan foydalanasiz yoki bular hammasi alohida yoki bu. Demak, I love listening to music because it helps me. Yes, I love listening to music as it allows me. Mana shu yerda as because ma'nosida kelyapti. Hop, I love listening to music. Doing so, mana shu yopishib qolgan, is a great way to. Okay, mana shu ajralib turishi kerak. Doing so is a great way to. Keyin mana shularni gapirgandan keyin bu uchinchi ish. Bu yerda xohlaganingizni tanlaysiz. Masalan, I love listening to music because it helps me calm myself down. Yes, calm myself down degani tinchlantirish, o'zimni tinchlantirish. Kill time vaqtni o'tkazish. Masalan, просто vaqtingiz ketmaydi-da, o'sha vaqtni o'tkazish uchun musiqa eshitasiz. Fight boredom degani bu zerikishdan qutulish, zerikishga qarshi kurashish. Reduce stress, stressdan qutulish. Chill out, unwind, bular nima deydi, dam olish, rohatlanish ma'nosida keladi. Escape from daily worries, kundalik hayot tashvishlaridan qutulish maqsadda. Masalan, deylik, judayam problemalaringiz ko'p, musiqa eshitsangiz, tinchlanasiz. For example, yeah, mana shunda ishlatiladi. Hop, phrases and expressions. Ketdik. I'm really into music. Boya aytganimdek, I like music a lot. Into dan foydalanish kerak. I listen to music to relax, focus, boost my mood. Relax dam olish, focus diqqatni jamlash uchun. Endi ba'zida bor, masalan, men ham shunaqa musiqa eshitaman diqqatimni jamlash uchun. Mana shu melodiyalar menga yordam beradi diqqatimni jamlash uchun. Ayniqsa dars qilayotgan paytda shunaqa study uchun musiqalar ham bor. Hop, boost my mood degani kayfiyatni ko'tarish uchun. Boost degani oshirish, ko'tarish. Hop, I can't sing to save my life. Вообще zo'r fraza. I can't sing to save my life. Demak, I'm bad at singing.
o'sha musiqa kuylashda yaxshi emasman. Misol uchun, do you like singing a song? Sizga yoqadimi musiqalarni o'sha kuylash? Siz aytasiz, oh, unfortunately, I can't sing to save my life. Yeah, something like this. This song hits different degani bu boshqacha tuyulyapti. Like it has a strong emotional impact. Yana bu musiqa boshqacha ya degan ma'noda. Va eshitayapsanmi boshqacha ham bu musiqa boshqacha tuyulyapti degan ma'noda. Like hits different degani o'zgacha degani. I love the vibe of this song. Vibe degani o'sha uni vibe emotsional. Ana endi stop qilingda videoni. Hammasiga gapirib ko'ring. Bitta-bitta gap tuzib ko'rib chiqing. Va aytganimdek, I love the vibe of this song. O'sha musiqani vibe bo'ladi-da, o'zini notalari, o'zini bir har bitta musiqa o'zgacha, o'zini vibe bo'ladi. Endi vibe o'zbekchada qanday tushuntirsam? O'sha vibe deyiladi-da, u ham o'zbekchada. So yeah, that's it. Yana frazalar, yana expressionlar. I prefer slow, calming song. Sekin, tinchlantiruvchi musiqa yoqadi. I enjoy singing along to my favorite tracks. O'zim yoqtirgan o'sha musiqalarni aytish yoqadi. I usually put on music when I'm studying. Put on music. Musiqa qo'yaman deysiz, to'g'rimi? Musiqa qo'yaman dars qilayotgan paytimda. My taste in music is very diverse. Taste degani tanlovim. Mani vkusim deymiz-ku, o'sha tanlovim. Musiqadagi tanlovim juda ham xilma-xil, har xil musiqalar yoqadi. Xuddi different, various, diverse desam bo'ladi. The lyrics are meaningful, inspiring, emotional. Lyrics degani bu musiqani yozuvlari. Masalan, karaoke'dasiz, to'g'rimi? Karaoke'da ham o'sha yozuvlari, tekstlari chiqadi. O'sha tekstlarni biz lyrics deb ataymiz. Lyrics. The lyrics are meaningful, ma'noli, ilhomlantiruvchi, emotsiyalarga boy, emotsional. Hop. The beat is really strong. Beat degani o'sha uni baslari bo'ladi-yu, o'sha musiqani baslari. O'sha har bitta baslari judayam kuchli deyapmiz. It gives me goosebumps. O'sha it is ushadi-yu, how to say, yo'q, jilmayib ketasiz, qanaqadir birini qo'lingizda boshqacha bir hissiyotlar, how to say, like you feel emotional, nostalgic. O'sha eski davrlar sizga kelishi mumkin. Misol uchun, yosh paytlaringiz qanaqadir bir etim jilmayib ketadi deysiz-ku, like goosebumps deyiladi. I never miss a live concert if my favorite artist is performing. Demak, o'sha hech qachon konsertlarni qoldirmayman demoqchida. Agar mani yoqtirgan qo'shiq aytuvchi o'sha san'atkorim chiqsada deb aytyapti. Yes, artist bu o'sha san'atkor, qo'shiq kuylaydigan. Yeah. Adjektivlarimiz bor. Adjektivlar bu sifatlar, masalan, catchy. Catchy degani easy degani. O'sha oson. Ritmlari ham, so'zlari ham juda qiyin emas musiqa. Energy, lively, energetic ham bor. Bu o'sha energiyaga boy, jonli deganida. Calming, relaxing bu o'sha tinchlantiruvchi. Uplifting bu kayfiyatni ko'taruvchi. Fast paced tez degani. Hattoki fast paced life deb boshqa narsaga ham ishlatsangiz bo'ladi. Fast paced life degani tez hayot o'tadi. Mana shaharda ko'pincha hayot tez o'tadi deymiz, to'g'rimi? Qishloqda esa sekin, o'sha fast paced deyiladi. Musiqa ham shunaqa fast paced musiqalar ham bor. Tez aytiladi. Energetic bu energiyaga boy, emotional, emotsional va odamni yig'latib yuboradigan musiqalar bo'lishi mumkin. Melodic bu melodiyali, o'sha notalari chiroyli bo'lishi mumkin. Powerful bu kuchli ta'sirga ega. Masalan, Konstani musiqalari bor, to'g'rimi? O'sha kuchli musiqalar ular, o'sha har bitta gapida ma'no bor. Mana shunaqa adjektivlardan foydalanishni tavsiya qilaman. Endi idioms. Face the music. Endi bitta narsa, idiomalar bor, o'sha birikmalar, idiomalar. Bu yerda music so'zi ishlatilgan idioma, lekin hech qanaqa musiqaga daxli yo'q buni. Shunchaki music so'zi ishlatilgan va bu umuman boshqacha ma'noga ega. Masalan, face the music degani accept the consequences. Bu oqibatlarni kutish. Consequence degani bu oqibatlar. Masalan, shunga tayyor bo'lish deganida. Masalan, if you don't do your homework,
You will face to you will have to face the music later. Agar uyga vazifani qilmagan bo'lsang, unda oqibatlariga ham tayyor bo'l degan ma'noda kelyapti. Ko'ryapsiz, ma'nosi umuman boshqacha. Muzikka oid emas, shunchaki muzik so'zi ishlatilgani uchun bu yerda men qo'shganman. Okay? Bunga ham bitta gap tuzib, ko'rib chiqinglar. Keyingisi music to my ears. Music to my ears degani something pleasant to hear. Qulog'imga qulog'ingiz maza qiladi-ku. O'sha masalan chiroyli gaplardan bo'lishi mumkin, yangiliklardan bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Ana music to my ears. Maza qilyapsiz eshitib. Yes, mana shunda it's music to my ears deb bo'ladi. Misol uchun your good news was music to my ears. Sani yaxshi yangiliklaring menga qulog'imga yaxshi eshitildi. Maza qildim o'sha yangiliklarni eshitib degan ma'noda kelyapti. Xo'p, keyin yana bitta narsani aytaman. Bu yerda grammatika bilsanglar ham baribir aytib ketaman. News bu uncountable, sanalmaydigan ot. Shuning uchun unga faqat singular verb olamiz. Is, was, ko'pchilik speakingni mana shunga e'tibor bermaydi. Ko'plikda ku news deydi-da, are deydi keyin. Yo'q, be careful, okay? Ehtiyot bo'ling. Speakingni mana shunaqa grammatik xatolik ketib qolishi mumkin. Oxirgisi strike the right notes. Strike the right notes degani do something perfectly. Hammasini ideal qilish. Masalan, his speech really struck the right note. Uni nima deydi? Gaplari juda ham ideal bo'ldi. Ya'ni juda ham zo'r gapirdi demoqchida. Mana shu strike the right note. Bu idiomalar ko'pincha boshqacha ma'noga ega bo'ladi. Bu yerda aynan musiqa so'zlaridan foydalangan idiomalarni berdim. Ma'nosi umuman boshqacha, musiqaga oid emas. Xo'p. So, thank you everyone. Mana sizlar bilan musiqa haqida polni vokablar, adjektivlar, frazalar ko'rdik. Oson bo'lsa-da, ko'pchilik speakingda baribir shulardan foydalanmasdan oddiy languageda gapiradi-da. Shuning uchun meni tavsiyam har xillardan gapiring, har xil vocab qo'shib, adjektivlar qo'shib, adverblar, frazalar qo'shib chiroyli qilib gapirishga harakat qiling. So, see you everyone on the next lessons. Like va podpiska esdan chiqmasin, chunki sizlarning motivatsiyalar, sizlardagi o'sha menga bo'lgan поддержка ancha menga kuch beradi va yanada ko'proq darslar chiqarishga harakat qilaman. Rahmat hammaga.